Смотри, наконец-то сдала сейчас. Вообще bomba получилось. Eng trenddagi kartinalardan bittasini birgalashib yasaymiz. Birinchi muammo zakaz 7 kunda bitishi kerak edi. Osnovasini yasashni o'ziga 3 kunim ketib qoldi. 4-kun mana shunaqa setka bilan formasini yasashni boshladim. Kutganimchalik oson bo'lmadi. Birinchidan kuch kerak bo'ladi. Ikkinchidan shaklini bittada o'xshatib chiqarish kerak ekan, bo'lmasa setka g'ijimlanib qoladi. Endi eng qiziq joyiga keldik. Gipsli lentani olamiz, shunaqa kesib chiqamiz. Hammasini bittalab suvga botirib birma-bir ustiga yopishtirib chiqamiz. Buni o'zini ichida gipsi bo'lgani uchun o'zi yopishadi. Bu proses asabiylarni tinchlantiradi, hech ham qiyin emas. Birma-bir shunaqa yopishtirib bo'lganidan keyin bir qavati bitgan hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham oson bitadi. Bir qavatimiz bitgandan keyin ustidan shunaqa gips bilan yurg'izib chiqamiz. Har safar quriganini tekshirib olamiz. Mana shunaqa qilib, keyin yana necha marta kerak bo'lsa, shuncha marta ustidan gips bilan yurg'izib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ana endi eng qiyin joyiga keldik. Ham asabga o'ynaydigan, ham hamma yoqni qirqib tashlaydigan qismi najdashka bilan yurg'izib chiqish kerak bo'ladi. Tinmay ish qilish kerak, yana ish qilish kerak. Oxiri nimaga ham bu zakazda oldim deb psixovoz qilishni boshlaganimda qarasam, tekis bo'lib qolibdi. Oxiri tugatib qo'ya qolay dedim. Keyin bo'yaladigan joylarni bo'yab chiqdim. Akrilit bilan xohlagan ranglarga bo'yasanglar bo'ladi. Bo'yab bo'lgandan keyin ustidan обязательно защитный sloy bo'lishi kerak. Keyin men yana ustidan lakam sepdim. Shu bilan ishimiz vaqtida tugadi. Nihoyat obyektga keldik. Klientga juda ham yoqdi. Sizlar ham bahom beringlar.